Tibbiy faoliyat bilan shug'ullanishni rejalashtiryapsiz yoki klinikangizda yangi xizmat yo'nalishini yo'lga qo'ymoqchisiz, lekin ishni qayerdan boshlashni bilmayapsizmi? Bunday vaziyatda sizga eng yaxshi yechim bu tibbiyot tashkilotlarini litsenziyalash va akkreditatsiyalash markazining konsalting xizmati. Jarayon juda oddiy. Markazimizning info@klamo.uz elektron pochta manziliga murojaat yuboring. Xabaringiz o'rganilgach, bizning mutaxassislar qisqa vaqt ichida sizning klinikangizga tashrif buyuradi. Masalan, Namangan viloyatidagi Dr. A klinikasi yangi yo'nalishni ochish va amaldagi litsenziyani yangilash jarayonlarini to'g'ri tashkil etish maqsadida bizga murojaat qildi. Ekspertlarimiz klinika sharoitini tahlil qilib, zarur hujjatlar va jarayonlar bo'yicha batafsil tavsiyalar berdi. Klinikaga maxsus QR kodli stiker ham joylashtirildi. Endi bemorlar uni skanerlab muassasa haqida ma'lumot olishi hamda xizmatga baho berishi mumkin. Eng muhimi, konsalting xizmati shu bilan tugamaydi. Hududiy vakillarimiz butun jarayon davomida sizga maslahat va amaliy yordam berishda davom etadi. Konsalting xizmatidan foydalangan holda siz litsenziya olish jarayonini to'g'ri va samarali olib borasiz. Klinikangizni zamonaviy talablarga moslashtirib, tibbiy xizmat uchun ishonchli, xavfsiz sharoit yaratasiz.